Assalomu alaykum. Mana navbatdagi tendli furgonimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bo'yni ham 50 qilib berganmiz. Baquvvat 4 ga 2 lik. Profillardan bo'lgan stenasi 1.7 lik, 1.5 lik. Polni paneli bilan qoplab berganmiz tashqarilarini. Tenti ham 700 grammlik xitoyskiy tentlardan qilingan. Xudo xolasa tekizliklari, baquvvatlilari zo'r xudo xolasa. Oldilarini ham bunaqa qopqonli qilib berganmiz. Xohlagan paytda ochish kerak bo'lsa, havo aylanishlari ham qulay bo'ladi. Yechib olib qo'yish ham juda qulay. Orqalariga silindr o'rnatganmiz, ikkitali qilib, mana. Bu yetmaydiganlarga qulaylik qilib qo'yganmiz bunaqa qilib. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol shu Farg'ona avtodetga murojaat qilaverasizlar. Kimda qanaqa zakazlar bo'lsa 90 832 92 99